Shu tumani Varzik shaharchasidagi obyektimiz. Ish boshlagan azizlar. Hamma narsa shunday holatdan shu holatga keltirish uchun ustalarimiz qanday mehnat qilganini bilasizmi azizlar? Bu fasonimiz mramorniy gibkiy kamen mahsulot bo'ladi. Mramor toshlardan qilingan bo'ladi. O'chmaydigan, ko'chmaydigan bo'ladi. Sifat va chiroy uyg'unligi albatta birgalikda bo'ladi. Albatta azizlar, shunaqangi ma'lumotlarni, shunaqangi ishlarni birinchi qo'ldan olish uchun bizga ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Juda ham ko'p dizaynlarimiz bor. Siz xohlagan stillarda qilib beramiz. Bemalol yuz bo'ladi, xohlasangiz kachirib. Ha aytgancha, mana bu narsalarimiz kechasi yonib turadi, avtomatik. Kechasi buni fosfor qo'shganmiz uning ichiga, kechasi yonib boshqacha dizaynlar berib turadi azizlar. Shu arkani ishlar. Ushbu xonadonimiz Namangan viloyati Chust tumani Varzik shaharchasidagi obyektimiz bo'ldi azizlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, ishlarimizga like tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsang, shunda biz ishlarimizni doim birinchilardan kuzatib yuradi. Ko'cha fasonlarimiz boshqacha dizaynda bo'lgan, hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'cha fasonlarga e'tibor beraysizlar. Neobichniy, palasa fasonda qilganmiz. Derazalar chekalariga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib va do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz azizlar. Birinchi qo'ldan optim narxlarda gibkiy kamen mahsulotini sifat 10 yil, 15, 20 yil xizmatingizni qilaveradi. Devor tushib ketmasa bo'ldi, bu turaveradigan mahsulot bo'ladi. Xizmatdamiz, salomat bo'lsizlar. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hunarimiz ziyoda bo'lsin. Topganlaringni, umrlaringda, rizqlaringga barakat bersin. Kim musofirda yurib bizni kuzatayotgan bo'lsa, uyni remont qildirmoqchi bo'lsa, ishonchli va sifatli ustalarga murojaat qilish mumkin. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. WhatsApp, Telegram, imo. Sizni kutib qolamiz.